Olimlar bu telefonni kelajak telefoni deb atashdi. Bu model ishlab chiqarilganiga uncha ko'p bo'lmasidan, sun'iy intellekt bo'yicha va o'zining chiroyli dizayni bo'yicha dunyo bo'yicha yuqori o'rinlarda turibdi. Telefonning narxi shunchalik arzonki, sizni aniq qiziqtirib qo'yadi. Videoni oxirida aytib o'taman. Huawei Nova Y72. Ko'rinish bo'yicha lekin iPhone bilan Samsungga ursa uradiki, orqada qolmaydi. Operativ xotirasi 8 GB, ichki xotirasi 256 GB tashkil etadi. Bu modelda iPhonedan qolishmaydigan sehrli funksiyasini ko'rsataymi? Mana mashtada xuddi iPhone'dagi knopka bor. Bu yoqqa bossangiz, mana xohlasangiz kameraga nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz boshqa programmalarga bitta bosasiz, kontaktga ketsangiz, kontaktga kirib ketaveradi. Telefonni mana izobrajeniyasini ochishni o'zingiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Anchagina tiniq, bemalol Full HD formatida kadrlarni yetkazib beradi. Smartfonning yagona minusi Google Play marketi bo'lmaydi. Bularda o'zini Huawei App Gallery degan programmasi bor. Mana shu orqali akkaunt ochib, kerakli programmalarni yuklab ishlatsanglar bo'ladi. Telefonning narxi atigi $145. Nima deb o'ylaysiz? Narxiga arziydimi yo'qmi?